Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel qimmat variantda bo'ladi. O'rta televizor podstavka, ikkita chekkasi, bir yog'i taxmon, bir yog'i shkaf bo'ladi. Sekin ko'rsatib boradi. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Qimmat variantda bo'lyapti. O'rta televizor podstavka, ikkita chekka, shkaf. Sekin ko'rsatib boramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Kaspiy laminat och shagrilga bosilgan o'rta televizor podstavka, ikkita chekka shkaf qilindi. O'sha televizorga kerak bo'ladigan kabel, antennalar chiqarib qo'yildi. Tepasida bitta polkasi bor, pastida ham bitta polkasi bor. O'sha moshalar vakuumli, ikkita chekkada o'sha katta garderob. Qimmat variant 5 million 500 ming so'mga mashq holatda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.